Mr. Secretary General, High Commissioner Turk, President Balak, fellow members of the United Nations Human Rights Council. Amerika Tashqi ishlar ministri Антоний Bilinkin BDT kishilik huquq kengashining 52-chi navbatlik yig'inining boshlanish munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilgan. Bilinkin 2 mart kuni e'lon qilgan maxsus bayonotida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizishini davom qilayotganligini ta'kidlagan. We remain gravely concerned about the ongoing genocide and crimes against humanity that China is committing against Muslim Uyghurs and other members of minority groups in Xinjiang. The report issued last year by the Office of the High Commissioner for Human Rights affirmed serious abuses perpetrated by the PRC in Xinjiang, including the large-scale arbitrary deprivation of liberty of members of Uyghur and other predominantly Muslim communities, and credible allegations of torture and sexual and gender-based violence. Bilinkin mındaq degan. Biz Xitayning Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa oz sonliq millatlarga qarata davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarga qattiq diqqat qilyapmiz. Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiangda yurgizgan eg'ir zulmlari, jumladan Uyg'urlar va boshqa xalqlarni keng ko'lamda tutqun qilganligi, ularni erkinligidan xohlagancha mahrum qilayotganligi, shundaqla tutqunlarning qiyin qistoq jinsiy zo'ravonlikqa uchrayotganligi BDT kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasi bultur tarqatgan dokladda ishonchli faktlar bilan muayyanlashtirilgan edi. In the 75 years since the Universal Declaration of Human Rights was adopted, there has rarely been a time when delivering on its commitments has been more urgent or more consequential. Антоний Bilinkin hozir dunyo vaziyatidagi zo'r o'zgarishlarni, jumladan Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchiligi, Xitayning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi, İran hokimiyatining o'z xalqini bostirish qatorliq voqealarni nazarda tutganda, kishilik huquq xitobnomasida berilgan va'dalarni o'rinlashning ta'xirsiz holga kelganligini ta'kidlagan. U buni xalqaro tinchlik, bexatarlik, taraqqiyot va inson qadr-qimmati uchun zarur deb ko'rsatgan. Антоний Bilinkin, BDTning bosh kotibi Антоний Guterres, kishilik huquq oliy komissari Volker Turk va kishilik huquq kengashining raisi Vaklav Balik qatorliqlarga xitoban qilgan so'zida kishilik huquq xitobnomasi buningdan 75 yil avval tuzilib jakarlanganda, uning har xil davlat va millatlarga tava mutaxassislar tomonidan tadqiq qilinishi, inchkilik bilan muzokara qilinish asosida yo'lga qo'yilganligini, shunga kishilik huquqni ta'kidlashning hargizmi ma'lum davlat yoki ideologiyaga tava emasligini eskartgan. Bilinkin yana kishilik huquq xitobnomasining universalligiga kafolatlik qilish va dunyoning har qanday yerida kishilik huquqni qo'llash kishilik huquq kengashining va BDTga a'zo har bir davlatning mas'uliyatidir degan. Or to try to put the sovereignty of states ahead of the human rights of individuals. It's the responsibility of this Council and every UN member state to uphold the Declaration's universal vision and defend the human rights of everyone, everywhere.